Bizlar o'zi er-xotinmiz, ko'chada yurganimizda hamma ota-bola deb ko'ryapti. Bularni o'zi yoshlari juda yosh, lekin sochlari to'kilganligi sababli juda katta yosh berishyapti, nima qilishyapti. Shuni biror bir yechimi bormi? Aka, to'ydan oldin sochlarim yaxshi edi. To'y bo'lgandan keyin shu sabab bilan soch to'kilish boshlandi. 6 oydan beri shunaqa. Uni yechimi bormi? Soch to'kilish darajangiz 5-daraja. Uni albatta to'g'rilasa bo'ladi. Jarayon uzog'i 2 kun vaqt oladi. Albatta birinchi diagnostika qilamiz va to'g'ri diagnostika qo'yib, soch transplantatsiyasi amaliyotini o'tkazamiz. Xudo xolasa. Og'riqsiz bo'ladimi? Operatsiya boshlanishida biroz 5-10 daqiqa og'riq bo'lishi mumkin. Undan keyingi jarayonlar yoki operatsiya amaliyotdan keyingi jarayonlar deyarli bunaqa og'riq bezovta qilmaydi. Qachondagi uzum ahvolimga kelaman. Soch ekilganidan keyin dastlabki 6 oyda biz birinchi natijani ko'ramiz. Yakuniy natija uchun 1 yil vaqt kerak bo'ladi. Natijasiz yaxshi bo'ladimi? Natija yaxshi bo'ladi. Albatta siz tomondan ham, biz tomondan ham qilinadigan ishlarni to'g'ri amalga oshirsak, rezultat, natija biz kutgandan ham a'lo bo'ladi. Va ayolingiz aytganda albatta sizni 20 yoshlik holatingizga qaytarishga harakat qilamiz. Agarda sizda ham xuddi shunday muammolar bezovta qilsa, albatta murojaat qiling. Konsultatsiya bepul, albatta amaliy yordam beramiz, to'g'ri maslahatlar berishga harakat qilamiz.